Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana shu 2024-yildan boshlab, ya'ni talaba granti 1 yilga beriladi. 1 yildan keyin grant qayta taqsimlash ishlari olib boriladi, qayta taqsimlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 149-qaroriga asosan oliy ta'lim tashkilotlari talabalar grantini taqdim etish va qayta taqsimlash to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Ya'ni o'sha nizom bo'yicha har bir talaba institutning maxsus veb-sayti orqali ro'yxatdan o'tishi kerak. Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti uchun maxsus platforma ishlab chiqildi. Bu platformada talabalar ro'yxatdan o'tish va ariza yuborish kerak. Buning uchun telefonda yoki kompyuterda qaysi brauzer bo'lsa, o'sha brauzerga kirib grant.nsumt.uz xuddi shunaqa shaklda yoziladi. Mana shunaqa login forma chiqadi. Mana grant.nsumt.uz. Bu yerda endi talabaning username degani bu har bir talabaning o'sha Xemisdagi talaba ID'si, bilasizlar? Xemisga kirishda login qilishda o'sha talaba ID'si va login paroli kiritiladi. Endi shuning uchun kimda Xemisda o'zining talaba ID'si hamma o'zi biladi, o'zida bor. O'sha talaba ID'sini kiritasizlar. Mana shunaqa shaklda 319 ichida. Parol. Kimda parol qanaqa bo'lsa, o'sha parolni kiritadi. Agar parol esdan chiqqan bo'lsa, sifros qilib olasizlar, bilasizlar. Yoki agar parol eslash, sifros qilish muammo bo'lsa, tutorlariga yoki mas'ullariga kelib uchrashish kerak. Parolni kiritasiz. Ya'ni buni o'rnida hammada o'zining login paroli bo'ladi. Kimdir pasport, kimdadir boshqacha login paroli bo'ladi. Kirish qilamiz. Mana kirish qilgandan keyin talabani o'zini profiliga kiradi. Mana o'zining talabani profili, ma'lumotlari, reyting daftarchasi, mana baholari, jipasi, shunaqalar chiqadi. Ana bu yerda arizalar degan joyi turibdi. Arizalar, birinchisi arizalarga kiriladi. Hozir bu yerda ariza yo'q. Talaba ariza yaratish kerak. Ya'ni ariza, ya'ni o'sha ta'lim granti uchun ariza yuborish kerak. Universitet uchun. Ya'ni mana bu yerda yangi ariza yaratish, mana yangi ariza degan joy turibdi. O'shani bosiladi. Mana bu ma'lumotlarni hammasini buni Xemisdan olib keladi. Hech kim hech narsa kiritish shart emas. Faqat ariza bosiladi, ism, familiya, hamma narsa chiqadi. Mana yuborish knopkasi bosiladi. Ya'ni bitta abonent qilamiz. Mana, ya'ni arizamiz universitet mas'ullariga yuborildi. Masalan, fakulteti, gruppasi, ijpasi. Mana bu yerda arizani ko'rish mumkin. Skachat qilib arizani ko'rishlari mumkin. Mana bu yerdan kirsa, mana ariza rektor nomiga, familiya, guruh, o'sha ma'lumot bo'yicha ketadi, hammasi ariza yuborildi. Sizlarga arizaga javob nimasi ham qaytadi. Masalan, bunda ko'rish mumkin. Mana Rahim Hamidjon Allayer o'g'li, siz shuncha JPBni siz shu tanlovda ishtirok etdingiz. Akademik ko'rsatkichingiz 78.8. Ya'ni shunaqa shaklda atvet keladi. Agar kimdadir JPB bali 3.5 baldan 3.5 dan past bo'lsa, u tanlovda ishtirok eta olmaydi. O'zi ariza javobi ham shunaqa shaklda admin bo'lib qaytib keladi.